Panorama oynali uyga baribir o'zgacha vid beradi. Uchastkamizga yarashganini qaranglar. O'zi 2 sotu maydonga joylashgan bo'lsa ham, lekin planirovkasi juda ham zo'r. Manzilimiz Sergeli Sug'diyona mahallasi bo'ladi. Mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma narsa kelgan. Orientir Bobur mahallasidan keyin Sug'diyona mahallasi boshlanadi. Uchastkamizdan ko'rishimiz mumkin. Hovlisiga kamida 2 ta mashina sig'adigan joy, burchada letniy kuxna va bu yoqda zeleniy zona, binoning tegi podolga bu yoqdan tushish ham mumkin. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi tashqi kirishimiz mana shunaqangi katta chiroyli xoll bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda birinchi xonamizda kuxnani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli mebel texnikalar qo'yilgan. Bundan tashqari katta zal, mehmonxona, orqa hovliga xodlari bor. Plus bitta umumiy sanuzil va bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzil bilan birga bo'ladi. Ikkinchi tashkiladigan bo'lsa, chiqishimiz mana shunaqa xoll va xonalar ketma-ketligi bilan boshlanadi. Birinchi xonamizni katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Alohida garderob va sanuzil bilan birga bo'ladi. Sanuzillarga chiroyli kafellar terilgan. Bundan tashqari ikkita bolalar yotoqxonasi, razmerlari katta-katta ishlangan. Plus yana bitta umumiy sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Binoni tegi podoliga keladigan bo'lsa, yaxlit holatda mana shunaqa xonalarga bo'lib tashlangan katta zal, namozxonani ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bitta alohida kotyolniy xonaga ham ega bo'ladi. Uchastkamizning narxi $210,000, xolislik korobkasi bor $150,000 dan pastda egalarining nomeri.